Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ishlayotgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya, qayta hisoblash, hujjatlar, staj va to'lovlar haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Men sizdan iltimos qilaman, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta oy staj hisobga olinmasa yoki bitta ariza vaqtida berilmasa, odam har oy pul yo'qotishi mumkin. Bu bir oyda oz ko'rinar, lekin 1 yil, 2 yil, 5 yil davomida sezilarli summaga aylanadi. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bir narsaga o'rganib qolgan edi. Pensiya tayinlandi, summa belgilandi, keyin faqat davlat tomonidan oshirilsa oshadi, bo'lmasa o'sha miqdorda qoladi. Odamlar ko'pincha mening ish statajim to'g'ri hisoblanganmi, maoshimning qaysi yillari olingan, qo'shimcha hujjat topshirsam pensiyam oshadimi deb tekshirib ko'rmas edi. Natijada ayrim pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan pulni to'liq olmasdan yurishgan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaymoqda. Staj va ish haqi haqidagi ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ayrim holatlarda pensiyalar qayta hisoblanmoqda, indeksatsiya orqali to'lovlar oshirilmoqda. Lekin bu yerda eng muhim masala shuki, hamma o'zgarish ham avtomatik tarzda sizning foydangizga ishlamaydi. Ba'zi narsalar avtomatik ko'tariladi. Ba'zi narsalar uchun ariza berish kerak. Ba'zi holatlarda esa hujjatni o'zingiz topib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli tashkilotga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Indeksatsiya degani pensiya miqdorini narxlar, yashash xarajatlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar yoki davlat qarorlariga qarab oshirish mexanizmidir. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari oshsa, pensionerlarning real daromadi kamayib ketmasligi uchun pensiyalar ham oshiriladi. Bu oshirish odatda umumiy tartibda bo'ladi. Ya'ni pensiya olayotgan juda ko'p odamlarning to'lovi bir vaqtda ko'tarilishi mumkin. Qayta hisoblash esa boshqa narsa. Qayta hisoblashda konkret bir odamning hujjatlari, staji, ish haqi, imtiyozi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati yoki boshqa asoslari ko'rib chiqiladi. Masalan, fuqaro 32 yil ishlagan, lekin hujjatda 27 yil hisoblangan bo'lsa, keyinchalik bu yilni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davri bo'yicha ayrim muddatlarni hisobga kiritish huquqiga ega bo'lsa, lekin bu davr kiritilmagan bo'lsa, hujjat topshirilgandan keyin pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Men birinchi navbatda pensionerlarning 3 ta katta guruhini ajratib ko'rsataman. Birinchi guruh pensiyani allaqachon olayotganlar. Ikkinchi guruh yaqin 1-2 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar. Uchinchi guruh ishlayotgan pensionerlar yoki staji hali to'liq elektron bazada ko'rinmayotgan fuqarolar. Har bir guruh uchun xavf ham, imkoniyat ham boshqa-boshqa. Pensiyani allaqachon olayotganlar uchun eng muhim savol: mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi? Ko'pchilik bu savolni bermaydi. Odam pensiya kartasiga tushayotgan pulga qaraydi bo'ldi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Unda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxivdagi ma'lumotlar, harbiy xizmat, farzand parvarishi davri, ayrim kasblar bo'yicha imtiyozlar va boshqa ko'plab omillar ta'sir qiladi. Masalan, bir ota 1990 yildan 2000 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda uning 30 yillik stajidan faqat 24 yili tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki eski korxona yopilgan. Arxivga topshirilgan hujjatlar topilmagan. Mehnat daftarchasidagi muhr xira, ishga qabul qilish buyrug'i yo'q yoki maosh haqida ma'lumotnoma taqdim etilmagan. Agar bu odam qo'shimcha hujjatlarni topsa, masalan, arxivdan ish haqi va ish davri haqida ma'lumotnoma olsa, pensiyasi oshishi mumkin. Har oy 100 ming so'mga oshsa ham, bu yiliga 1.200.000 so'm degani. Agar farq 2 ming so'm bo'lsa, yiliga 2 million so'm bo'ladi. Demak, hujjat masalasi mayda narsa emas. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar esa hozirdan tayyorlanishi kerak. Men ko'p ko'raman, odam pensiya yoshiga yetgan kuni hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxivga boradi. Eski ish joyini qidiradi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini topadi. Mehnat daftarchasidagi xatoni tuzatadi.
Bu jarayon bir necha hafta emas, ba'zan bir necha oyga cho'ziladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin hujjatlarni tekshirishni tavsiya qilaman. Eng yaxshi holatda 1 yil oldin tayyorlanish kerak. Ishlayotgan pensionerlar uchun ham alohida masala bor. Ayrim pensionerlar pensiya oladi va bir vaqtning o'zida ishlashda davom etadi. Bunday holatda ish staji, sug'urta badallari, rasmiy ish haqi va qonunchilikdagi tartiblar muhim bo'ladi. Agar odam norasmiy ishlasa, qo'liga pul olsa, lekin hujjatda ish haqi ko'rinmasa, bu kelajakdagi hisob-kitoblarga ta'sir qilmaydi. Rasmiy ish haqi qancha to'g'ri aks etsa, ijtimoiy to'lovlar va ma'lumotlar elektron tizimda shuncha aniq ko'rinadi. Keling, bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Almankasi yoshli pensioner ayol 25 yil maktabda ishlagan, keyin 2 yil uyda farzand parvarishi bilan band bo'lgan, undan keyin yana 7 yil boshqa tashkilotda ishlagan. Pensiya tayinlanganda faqat maktabdagi 25 yil va keyingi 7 yil hisoblangan, lekin ayrim davrlar tasdiqlanmagan. Agar qonunchilikka muvofiq farzand parvarishi yoki boshqa tegishli davrlar stajga kiritilishi mumkin bo'lsa, u ayol o'z hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Natija har doim bir xil bo'lmaydi. Lekin tekshirmasdan turib odam o'z haqqidan voz kechib qo'yishi mumkin. Ikkinchi misol, erkak kishi 15 yil zavodda ishlagan, keyin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr aniq emas. Pensiya hisobida bu davrning bir qismi tan olinmagan. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l arxivga murojaat qilish. Agar zavod hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyrug'i, oylik maosh qaydnomalari, shaxsiy varaqalar topilishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi rasmiy hujjat bo'lgani uchun u pensiya hisobida muhim dalil bo'ladi. Uchinchi misol, o'quvchisini yo'qotgan oila pensiya yoki nafaqa oladi. Farzand maktabda o'qiyapti, keyin kollej yoki oliy ta'limga kiradi. Bu yerda o'qish holati, yosh chegarasi, kunduzgi ta'lim shakli kabi shartlar muhim bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Odamlar ba'zan oldin olardik nega to'xtadi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy, tizimda tasdiqlovchi hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. 4-misol. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan muddatni o'tkazib yuboradi. Agar nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lsa, tibbiy xulosa va tegishli komissiya hujjatlari muhim. Bu jarayonda ham kechikish moliyaviy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men bunday oilalarga kalendarda alohida belgi qo'yishni, tibbiy hujjatlarni papkada saqlashni, muddat tugashidan oldin poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qilishni maslahat beraman. 5-misol, pensiyaga chiqayotgan fuqaroning ish haqi haqidagi ma'lumotlari to'liq emas. Pensiya hisobida faqat staj emas. Ayrim holatlarda ish haqi ko'rsatkichi ham rol o'ynaydi. Agar odamning yuqori maosh olgan yillari tasdiqlanmasa, hisob-kitob pastroq chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro 2005 yildan 2010 yilgacha yaxshi maosh olgan. Lekin bu davr bo'yicha ma'lumotnoma taqdim etilmagan. Natijada pensiya boshqa pastroq ko'rsatkichlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish haqi ma'lumotnomalari soliq yoki ish beruvchi bazasidagi ma'lumotlar. Arxiv qaydnomalari juda muhim. Endi indeksatsiyani alohida tushuntiraman. Indeksatsiya pensionerlar uchun eng ko'p kutib turiladigan o'zgarishlardan biri. Chunki bozor narxlari o'zgarib, dori-darmon qimmatlashadi. Oziq-ovqat xarajatlari oshadi. Kommunal to'lovlar ham oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Pensiya oshirilmasa, odamning qo'lidagi pul miqdori o'sha qoladi, lekin sotib olish imkoniyati kamayadi. Masalan, avval 1 million so'mga bir oyga yetadigan mahsulot olingan bo'lsa, narxlar oshgandan keyin o'sha mahsulotlarga 1 million 200 ming so'm kerak bo'lishi mumkin. Indeksatsiya mana shu farqni qisman qoplash uchun ishlatiladi. Lekin indeksatsiya haqida bitta nozik jihat bor. Hamma odamning pensiyasi bir xil summaga oshmasligi mumkin. Ba'zan foiz asosida oshiriladi, ba'zan minimal miqdorlar qayta ko'rib chiqiladi, ba'zan bazaviy ko'rsatkichlar o'zgaradi. Ba'zan esa alohida toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ustamalar beriladi. Shuning uchun kimdir meniki falon so'mga oshdi, qo'shnimniki undan ko'proq oshdi deb hayron bo'lishi mumkin. Bu har doim xato degani emas. Pensiya tarkibi staj. Oldingi miqdor imtiyoz ustama va toifa farq qilishi mumkin.
Shu bilan birga agar sizga tushgan summa kutilgandan ancha kam bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Men har doim pensionerlarga aytaman. Kartaga pul tushgan kuni faqat yechib olish bilan cheklanib qolmang. To'lov miqdorini yozib boring. Oldingi oy qancha tushdi? Indeksatsiyadan keyin qancha bo'ldi? Farq qancha qo'shimcha to'lov bo'ldimi? Qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Agar siz bu raqamlarni bilsangiz, pensiya jamg'armasiga borganda aniq savol berasiz. Pulim kam deyish boshqa. O'tgan oy 20 million 200 ming so'm tushgan. Bu oy qaror bo'yicha oshishi kerak edi. Lekin 1 million 290 ming so'm tushdi. Iltimos hisob kitobni tushuntiring deyish boshqa. Menimcha eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar eski korxonalarda ishlagan, ish joyi bir necha marta o'zgargan, mehnat daftarchasida xato bor. Familiyasi o'zgargan, hujjatlari yo'qolgan, arxiv ma'lumotlari to'liq bo'lmagan fuqarolardir. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshida ishlagan ko'p odamlarning hujjatlarida muammo uchraydi. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan, hujjatlar arxivga topshirilmagan yoki noto'g'ri topshirilgan bo'lishi mumkin. Pensiyasi yangi tayinlangan va barcha ma'lumotlari elektron tizimda to'liq ko'rinadigan. Ish staji rasmiy tasdiqlangan, ish haqi bo'yicha ma'lumotlari aniq bo'lgan fuqarolar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin baribir bir marta pensiya hisob kitobi bilan tanishib chiqish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat eski hujjatlarda emas, ba'zan oddiy texnik kiritishda ham bo'lishi mumkin. Sana noto'g'ri yoziladi, tashkilot nomi adashadi, bir davr 2 marta kiritilmaydi yoki umuman tushib qoladi. Yana bir guruh bor. Pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etayotgan fuqarolar. Ba'zilar hali ishlayapman, pensiya rasmiylashtirmay turaman deydi. Bu masalada shoshilmasdan, lekin aniq maslahat olish kerak. Chunki har bir holatda foyda va zarar boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir darhol pensiya rasmiylashtirsa foydali, kimdir hujjatlarni to'liq tayyorlab keyin murojaat qilsa yaxshiroq bo'ladi. Eng muhimi, o'z holatingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Eshitgan gapga qarab qaror qilmang. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi xato faqat mehnat daftarchasiga ishonish. Mehnat daftarchasi muhim, lekin u har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv noaniq bo'lsa, muhr ko'rinmasa, imzo bo'lmasa, sana xato bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi, shaxsiy hisob varaqasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Fuqaro idoraga boradi, xodim sizga oshmaydi yoki hujjat kerak emas deydi, odam qaytib ketadi. Men bunday vaziyatda muloyim, lekin qat'iy bo'lishni maslahat beraman. Savolingizni yozma shaklida bering yoki hech bo'lmaganda qaysi hujjat yetishmayotganini aniq ro'yxat qilib so'rang. Rasmiy murojaat qilsangiz, sizga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob keyingi bosqichda juda muhim bo'ladi. Uchinchi xato bank kartasiga tushgan pulni tekshirmaslik. Ba'zan odamga qo'shimcha to'lov tushadi, lekin u nimaga tushganini bilmaydi. Ba'zan ushlab qolish bo'ladi, lekin sababini so'ramaydi. Pensiya to'lovlari bo'yicha har bir o'zgarishni kuzatish kerak. Agar siz telefoningizda bank ilovasidan foydalansangiz, tarixni ko'ring. Agar foydalanmasangiz, bankdan ko'chirma olish mumkin. Bu ayniqsa farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan yolg'iz pensionerlar uchun muhim. 4-xato hujjatlarni uyda tartibsiz saqlash. Pensiya masalasida eng qimmat narsa bu hujjat. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqidagi ma'lumotlar, tibbiy xulosalar. Sud qarorlari bo'lsa, ularning nusxalari alohida papkada turishi kerak. Men hatto farzandlarga ham aytaman, ota-onangizning hujjatlarini bir marta tartibga solib bering. Bu juda katta yordam. 5-nozik jihat, familiya, ism yoki otasining ismi turlicha yozilishi. Eski hujjatlarda bitta harf xato bo'lsa ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova deb yozilgan, eski mehnat hujjati Karimova yoki boshqa shaklida yozilgan. Tug'ilganlik guvohnomasida ism boshqacha. Bunday holatda tegishli tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ba'zan FDY orqali ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Ayrim murakkab holatlarda sud orqali faktni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. 6-nozik jihat, imtiyozli staj. Ayrim kasblarda ishlaganlar, og'ir yoki zararli mehnat sharoitida bo'lganlar, tibbiyot, ta'lim, sanoat, transport yoki boshqa sohalardagi ayrim lavozimlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda lavozim nomi, ish sharoiti, ish beruvchi tomonidan berilgan hujjat
ro'yxatlar va qonunchilik talablari muhim. Men og'ir joyda ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Buni hujjat tasdiqlashi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tekshiring. Agar pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Shaxsiy hisob-kitobingiz, pensiya tayinlashda qaysi staj va qaysi davrlar hisobga olinganini so'rang. Elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, ulardan ham foydalaning. Lekin tushunmagan joyingiz bo'lsa, jonli maslahat oling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni ro'yxat qiling. Mehnat daftarchasi bormi? Undagi barcha yozuvlar o'qiladimi? Ishga kirgan va chiqqan sanalari to'g'rimi, muhrlar bormi? Tashkilot nomlari aniqmi? Keyin pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, familiya, o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar bor yo'qligini tekshiring. Uchinchi qadam, yetishmayotgan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1995 yildan 1990 yilgacha bir korxonada ishlagansiz, lekin pensiya hisobida bu davr ko'rinmayapti. Darhol o'sha korxonaning hujjatlari qayerda saqlanishini aniqlang. Korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada ism familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davringiz, lavozimingiz, korxona nomi, imkon qadar aniq sanalarni yozing. 4-qadam, arizani og'zaki emas, yozma bering. Men har doim shuni tavsiya qilaman. Ariza yozing. Qabul qilinganligi haqida belgi oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamini saqlang. Arizada pensiyamni qayta hisoblash uchun falon davrdagi ish stajimni hisobga olishni so'rayman yoki pensiya miqdorim bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. 5-qadam, javobni kuting va tahlil qiling. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligi yozilgan bo'lishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz qo'shimcha hujjat topishingiz, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz yoki zarur bo'lsa, huquqiy maslahat olishingiz mumkin. Muhimi, asabiylashmasdan tartibli yurish kerak. Pensiya masalasi hujjat va dalil bilan hal bo'ladi. 6-qadam, har oy to'lovlarni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan summa, qo'shimcha to'lov ushlab qolish, izoh. Masalan, yanvar 1 million taqdim etilming, fevral 1 million balki bizim eqinming, mart 2 million eqinming. Agar birdan kamayish bo'lsa, sababini so'raysiz. Agar oshish kutilgan bo'lsa, yo'q, bo'lmasa ham so'raysiz. Bu odat sizni ko'p chalkashlikdan saqlaydi. 7-qadam. Ota-onangiz yoki qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Idora yurishga kuchi yetmaydi. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu yerda katta rol o'ynaydi. Bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tekshirib berish, arxivga so'rov yuborish, bank ko'chirmasini ko'rish, pensiya jamg'armasiga birga borish juda katta yordam. Agar siz pensiya hisob-kitobi, qayta hisoblash, staj, ish haqi ma'lumotlari yoki to'lov bo'yicha savolga ega bo'lsangiz, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizning pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlar bo'ladi. Agar ish staji hujjatlari kerak bo'lsa, eski ish joyingizga, uning huquqiy vorisiga yoki davlat arxiviga murojaat qilasiz. Agar ism, familiya yoki tug'ilganlik hujjatlarida nomuvofiqlik bo'lsa, famadiya organlari kerak bo'lishi mumkin. Agar tibbiy holat bilan bog'liq pensiya yoki nafaqa bo'lsa, poliklinika, tibbiy komissiya va tegishli tibbiy muassasalar orqali hujjatlar rasmiylashtiriladi. Ariza yozayotganda oddiy lekin aniq yozing. Men falonchi, falon sanada tug'ilganman, falon manzilda yashayman. Pensiyamni tayinlash yoki qayta hisoblash jarayonida falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish davrim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tekshirib, qonuniy tartibda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shu kabi aniq mazmundagi ariza yetarli bo'ladi. Ilovaga hujjat nusxalarini qo'shing va asl hujjatlarni ehtiyot qiling. Yana bir maslahat, har bir hujjatdan nusxa oling. Aslini topshirishga shoshilmang. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilgan shaxsdan rasmiy tilxat yoki qabul belgisini so'rang. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa va sud hujjatlarini juda ehtiyot saqlang. Bu reformalar va indeksatsiya jarayonining asosiy maqsadi pensiya tizimini aniqroq, shaffofroq va adolatliroq qilishdir.
lekin har qanday o'zgarishda vaqtinchalik chalkashliklar bo'lishi mumkin. Bazalar to'liq bo'lmasligi, eski hujjatlar topilmasligi, odamlar yangi tartibni tushunmasligi, idoralarda navbat ko'payishi mumkin. Shuning uchun men sizga kutib o'tiring demayman. Aksincha, hozirdan tekshiring, savol bering, hujjat yig'ing, yozma murojaat qiling. Pensioni uchun har oy tushadigan pul bu oddiy raqam emas. Bu dori olish, kommunal to'lovni yopish, nevaraga yordam berish, oziq-ovqat xarid qilish, ba'zan esa butun oilaning asosiy tayanchi. Shuning uchun pensiya miqdoridagi har bir o'zgarish jiddiy qabul qilinishi kerak. Agar davlat indeksatsiya qilsa, siz uning to'g'ri qo'llanganini bilishingiz kerak. Agar stajingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni tuzatish uchun harakat qilishingiz kerak. Agar hujjatingiz yetishmasa, uni qidirishingiz kerak. Men yana bir bor ta'kidlayman. Eshitgan gapga ishonib qolmang. Hammaga oshar ekan, hech kimga oshmas ekan, faqat falonlarga berilar ekan. Arza bermasa ham bo'lar ekan degan gaplar ko'p yuradi. Siz rasmiy manbaga, rasmiy javobga va o'zingizning hujjatingizga tayaning. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Qo'shningizning holati siznikiga o'xshashi mumkin, lekin bir xil bo'lishi shart emas. Bugungi mavzudan eng muhim xulosa shuki, pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya va qayta hisoblash jarayonlari hamma uchun muhim. Kimdir avtomatik oshirilgan pensiyani oladi. Kimdir qo'shimcha hujjat topshirsa, ko'proq olish huquqiga ega bo'ladi. Kimdir esa xatoni vaqtida tekshirmasa yillar davomida pul yo'qotishi mumkin. Shuning uchun men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang, to'lovlaringizni yozib boring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Aziz tomoshabinlar, sizning oilangizda pensioner bormi? Pensiya oshishi yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu mavzu bo'yicha savollar ko'p bo'lsa, men keyingi videolarda alohida holatlarni ham batafsil tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir pensiyasini to'g'ri hisoblatishiga, kimningdir hujjatini vaqtida topishiga va kimningdir o'z haqqini olishiga yordam berishi mumkin.